Onasi, mana pulni olgin-da. Bu pulga o'zing xohlagan narsangni olgin, xo'pmi? Voy, rahmat kattakon. Endi bunga kosmetikalarni olaman-da. Keyingi oy ham sharoitingiz bo'lib pul bersangiz, unga kiyimlarimni olaman. Sen o'zing uchun ham nimadir qilasanmi? Mana kosmetikalarni olaman-ku. Xo'p, mana qara. Sen hozir kosmetikani olib chiroyli ko'rinmoqchisan. Kim uchun? Siz uchun. Yangi kiyim olaman deysan, vaholanki eski kiyimlaring bor. Nima uchun yangi kiyim olmoqchisan? Ko'chada birga yurganimizda, ko'chadagilar ayoliga bitta yangi kiyim olib berolmabdi deyishmaslik uchun va siz obro'yingizni ko'tarish uchun. Ko'rdingmi? Shu yerda ham men obro'yimni o'ylab, men uchun qo'ysin. Onasi, bu pulni men uchun umuman ishlatma. Nima xohlasang o'zing uchun qilgin, o'zing uchun sotib olgin. Bu pul seniki. Unda salonga borib o'zimga qarab kelaman. Salonga? Shu salonga ham men uchun chiroyli bo'lish uchun borasan-ku. Ayollar juda ham ajoyibda. Nima qilsa ham biz uchun, biz erkaklarning ko'zini quvontirish uchun qilar ekan.